Hammaga salom. Bu Pakapak, men Sitora va bizni bugun mehmonimiz Umid aka aka Gafurov. Ko'pincha ko'rayotganlar bu kishi kim deb o'ylashi mumkin. Bu aslida Pakapakni asoschisi. Barchaga salom. Bugun bizda 1 emas, 2 emas, 3 emas, 4 cho'tan prikol esma keldi. Xullas 4 ta iPhone. Qanaqa prikol? 1000 so'm demaymiz. 150 ming ham demaymiz. Qolib ketgan joylarda olib chiqib qo'yamiz. Xullas, va nihoyat qo'limizga yetib keldi. Bugun Sitora bilan o'zimizning fikrlarimizni borligicha aytishga harakat qilamiz barcha iPhone'lar haqida. Meni qo'limda hozir 17 Pro Max eng o'zini mashhur rangida va 17 ni Pro'ni o'zi. 17 va ko'pchilik mana buni 17 Air deydi. Yo'q, iPhone Air. Qutisida ham iPhone Air yozilgan. Va keyingi iPhone Air, menimcha iPhone Air 2 bo'ladi. Xullas, dizayn haqida boshlaymiz, chunki barchaga dizayn qiziq. Shaxsiy fikrlarimizni aytamiz. Sitoraxon, siz boshlab bering. Avvalambor aytib o'tganimdek, mana bu rangni men bilaman, Umid akaga umuman bu rang yoqmaydi. Men bu rangni sevdim. Birinchi ko'rganimda bildimki, men telefonni almashtiraman. Hozir men haligacha 15 tutib beraman, 15 Pro Max, lekin batareykasi past bo'lganligi uchun almashtirishim kerak va agar bu rangi chiqmaganida men balkim 17 ga almashtirmagan bo'lar edim. Lekin menga juda ham rangi yoqdi. Tashqi ko'rinishi unchalik prям wow darajada emas, faqat rangi uchun xarid qilgan bo'lar edim. Ko'pincha odamlarga okrujeniyamda, do'stlarimga bilaman, bu rang umuman yoqmadi, bilmadim nimaga. Lekin buni menimcha jonli ko'rish kerak. Bu do'konga borib ko'rishingiz mumkin. Qaysi do'konga borib ko'rish mumkin? Aytgancha, bu smartfonlarni bizga Javlon Asatullayev taqdim qildi. 11-noyabrda do'kon ochiladi. Video chiqqani paytida do'kon ochilgan bo'ladi. Produkt degan do'kon Alfraganus savdo markazida. Javlonni tabriklaymiz. Fursatdan foydalanib o'sha yerda iPhone'larni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Borib ko'rishingiz mumkin. Kadrda unchalik yaxshi ko'rinmaydi. Xo'p, meni fikrim Sitorani fikridan farq qiladi. Chunki shaxsan menga umuman yoqmadi dizayn. Endi rang mayli, rang har kimda subyektiv, na vkus и цвет deyishadi, lekin endi dizayn ham to'g'ri, subyektiv tushuncha, ammo doim premium bo'lib yurgan iPhone endi qanaqadir plastikoviga o'xshayapti-da. Birinchidan bu endi titan emas, bu alyumin. Sal pul tejashyapti. Material titan qimmatroq, titan mustahkamroq. Alyumin to'g'ri issiqlikka chidamliroq, lekin biz hozir dizayn haqida gapiryapmiz. Dizayn jihatdan xayolimda shu iPhone'ga qanaqadir arzonchi chihol yopishtirilganga o'xshayapti. Men Pro olmoqchi bo'lsam, albatta mana bu rangni tanlagan bo'lardim, lekin qaytaraman, menga dizayn umuman yoqmayapti. Umuman bu iPhone'dan kutilmagan burilish. Mana bu bo'rtib chiqqan kamera bloki o'zi shundoq ham katta edi. Bundan ham kattalashdi. To'g'ri, men ham 15 Pro Max daman. 15 dan 16 ga o'tmoqchi bo'lganimda qaradim. 16 da uncha ko'p yangiliklar yo'q. O'sha dizayn. Mayli 17 ni kutaman dedimda, keyin 17 chiqdi mana. Xullas Pro va Pro Max meni xafa qildi. Lekin iPhone'lar orasida yangilik Air. Aynan Air o'sha ko'pchilikka tanish bo'lgan premium hissiyotlarni beradi. Lekin shunga yarasha buning to'lovi bor, ya'ni kamera bittagina va batareyasi alo deganingizcha o'chib qoladi menimcha. Lekin qo'lda zo'r. Nima deysiz, Sitoraxon? Qo'lda menimcha eng yoqimli iPhone'lardan biri. Bu aytib o'tganingizdek, rostdan ham shu premium hissiyotini beradigan iPhone'lardan biri. Bu hissiyot menimcha 5S da qolib ketgan. Keyin yana 13 da bor edi, 14 da bormidi? Xullas, yaxshi edi hamma iPhone'lar 17 gacha. Bu eng qanaqadir nima desam ekan, juda xohlab olmoqchi bo'lgan iPhone menimcha hammada 5S bo'lsa kerak. Bu iPhone tashqi ko'rinishi bilan piksel, mana bu yeri ushlab ko'rsangiz, bilmadim esingizda bormi yoki yo'qmi, 6S bilan
5S ni qo'shilgan varianti menimcha, chunki og'irligi ham xuddi bir shunaqa, qo'lda turishi ham xuddi shunaqa. Qo'lga juda ham qulay ekan. Men nimagadir noqulay bo'ladi deb o'ylagan edim. Menday odamlar, postoyanno telefonni tushirib yuradigan odamlar chexol bilan olib yurish kerak, lekin bunga chexol kiyganingiz bilan tashqi ko'rinishini o'ldirasiz. Oddiy telefon bo'lib qoladi. Boshqa telefonlardan ajralmaydigan telefon bo'lib qoladi. Menimcha buni mana bunaqa olib, bunday stolga qo'yib bo'ldi. Bo'ldi, qirildi. Va navbat iPhone 17 ga. Shaxsan mening nazarimda bu iPhone eng balansga ega bo'lgan iPhone. To'g'ri, bunda 3 ta kamera yo'q. Doim 2 ta kamera bo'lgan, lekin kerakli kameralar, ya'ni ultra wide bor va asosiy kamera bor. Telelik yo'q. Zoom qila olmaysiz. Lekin bunda Reels olishga bo'ladi, lekin mana bunda bittagina kamera, 0.5 ham yo'q. Eng asosiy kamera bor, o'sha ham sifati adashmasam Pro Max chali emas. Xo'sh, yurak og'riyapti. Javlon, uzr. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu qurilishlar o'zi avvaldan bor edi. hozir qurilishlarga kelamiz aytgancha. To'g'ri, rang jihatdan yorqin emas, doimo pastelni rang bo'lgan bular, ya'ni pushti rang, yashil rangi bor. Mana hozir bu ko'kimtir qora rangi bor. Proga nisbatan kuchli tomoni buni qorasi bor va oq ham bor albatta. Proda negadir qora chiqmadi, ko'k chiqdi. Cosmic Blue, qanaqadir bu Cosmic Orange. Qora bo'lganida edi, sal-pal balki chiroyliroq bo'lishi mumkin edi bu smartfon, ya'ni Pro Max, lekin mana buni qorasi, endi bizda hozir ko'ki, qorasi chiroyli. Shaxsan men agar menga Pro yoki Pro Max kerak bo'lmasa, aynan 17 ni tanlar edim. Bittagina kamchiligi bor. Bu kichkina. Ya'ni agar sizga katta smartfon kerak bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham kichkina. Endi juda ham deb bo'lmaydi. Menga masalan juda yoqdi. Men bu telefon nimaga kerakligini o'zi aslida bilmayman. Kimdirga balki mos kelar, xarakteristikalari tomonida hozir gaplashmasak, tashqi ko'rinishi menga qanaqadir slabroq ko'rinadi. Yangi chiqqan ranglarni ichida orasida bitta rang bor, bu pushti rangi. Pushti rangida olgan bo'lar edim. Tashqi ko'rinishi menga juda ham qanaqadir detskiy ko'rinadi. Yosh bolalar tutib beradigan telefonga o'xshataman. Menga 17 o'zi kamlik qiladi. Menga agar bo'lsa yokida Pro yokida v ideali pulim bo'lib qolsa Pro Max. Va mana bu rang aslida topoviy rang. Hozir yerga urib tashadilar, duratskiy bunaqa deb. To'qi ham chiroyli, oranjevisi ham juda chiroyli rang. Xarakteristikalar haqida gaplashishimiz mumkin, lekin hammamiz bilamiz, mana bu yerda hozir ekranda chiqadi. Uzoq gapirib o'tirmaymiz. Batareykasi haqida gapirmoqchiman. To'g'ri, Pro Max doimo eng yaxshi bo'lgan, chunki batareykasi katta va bu yerda Outsider Air. Chunki yarim kunga ham bormayapti. Men o'zim ham sinab ko'rdim, buni ozgina ishlatib ko'rdim. Doimo o'zingiz bilan Sitoraga o'xshab powerbank ko'tarib kateter ko'tarib yurishingiz mumkin bo'ladi. Endi materiallar haqida gapirmoqchiman. Internetda ko'p rasmlar tarqaldi. Alyuminiy bu. Aytib o'tgandek, agar esingizda bo'lsa, 15 va 16 lar titanoviy bo'lgan. Mana hozir aytgancha izohlarda yozinglar. Sizda smartfoningiz chexoldami? Ha bo'lsa, ha deb yozinglar. Yo'q, meniki chexolsiz. Ko'pchiligimiz baribir chexol taqamiz. Chexol taqib, shu hozirgi kamchiliklarni yoki afzalliklarni yopamiz. Va lekin agar mana o'zini smartfonlarni solishtirsak, mana menda Pro Max, men qaysi biri qimmatroq ko'rinyapti? Yo'q, Sitora. Premiumroq bo'lgan. Agar buni ichidagi ilovalari va ilovadagi pullarini hisobga olsak, albatta bu telefon qimmatroq. Yo'q, lekin mana hozir kameraga ham ko'rsataman. Qaranglar. Shaxsan mening nazarimda 15-16 lar ancha qimmatroq ko'rinyapti. Mana bu plastikli chexolga o'girilgan juda ham g'alati dizayndagi iPhone'ga o'xshayapti. Go'yoki dizayner ishga chiqmaganda oxirgi kuni nimadir qilishim kerak deb qilgan. Bu videomiz salgina noodatiy bo'lyapti, suhbat ko'rinishida, chunki iPhone'lar haqida ko'p videolar chiqib bo'lgan.
obzorlar chiqib bo'lgan, lekin baribir shaxsan menga smartfonlarning kameralari doim qiziq bo'lgan. Kelinglar, hozir kamera test qilamiz. Shohjahondan iltimos qilamiz. Barchasiga video va fotolarni oladi va sizlarga ko'rsatadi va siz o'zingiz baholaysiz. o'n yetti Pro va 17 ni o'zi 05X 1X 2X endi Proda 4X bor va 8X bor. 17 da yo'q. 17 da qo'l bilan 6X qilsa bo'ladi. Mana ikkalasini solishtiramiz. Menimcha 6X dagi rasm sal xiraroq, lekin umuman olganda bo'ladi. Old kamerasi bizning tirikchilik do'konimiz. Keling. Tak, bu 17 va 17 Pro. Pro Max va Air 1X. Menimcha farq katta emas, lekin negadir Airda qotganga o'xshayapti. 2X 2X. Xulosa. So'kinyaptimi deb o'yladim. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kelinglar narxlar haqida to'xtalamiz. Endi O'zbekistondagi narxlarni bilamiz. Ot kallasida ustiga minadi. Hozir internetda qaradik. Bu video chiqqan paytda balki tushgan bo'lishi mumkin narxlar. Hozirgi narxlar qancha bo'ldi bu? 1700. 1700 1800 orasida. Endi nimasiga qarab? Arosida rostdan. Arosida. 1550. 1550 Pro ni o'zi 1200 mana bu chiqdi. Ya'ni 17 ni o'zi va negadir 17 dan arzonroq bo'lyapti Air. Ya'ni AQShda $1000 turadigan Air Toshkentda hozir 1100. Endi umuman olganda hammaga aytmoqchi bo'lgan narsam, agar pulingiz yetmasa, olish buni shart emas. O'zingizga mos, cho'ntagingiz ko'taradigan, sizni vazifalaringizni bajaradigan telefon olish muhim. Chunki buni olganingiz bilan agar ichidagi narsalarini ishlatmasangiz, bu yotadi, foydasi bo'lmaydi. Buni ham jonini chiqarib ishlatish kerak menimcha. Siz smartfoningizni jonini chiqarib ishlatganmisiz? Men o'ldi smartfonim. Bu otvormani Sitora, roziman deganicha ishlataman telefonni. Ikkita iPhone 15 Pro Max sotiladi. Uzoqlarda agar xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bittasi qora rang, bittasi oq rang. Bittasini boy tutgan, bittasini kambag'al. Keyingi videoda Pro Max ni S25 Ultra bilan solishtirishimizni tezlashtirmoqchi bo'lsangiz, albatta like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Meni ko'proq ko'rishni xohlasangiz, Sitorani ishdan bo'shatishimizni xohlasangiz, uni ham yozinglar. Lekin Sitorani bo'shatmaymiz. Sitorasiz kanalimizning fayzi yo'qoladi. Bu paka-pakada sizlar bilan men Sitora va bizning mehmonimiz Umid aka G'afurov bo'ldilar. Hammaga xayr. Ha.